Assalomu alaykum parvozlar. Tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Zo'rlarni boqib charchamayapsizlarmi? Ishqibozlar, mana shu videoni kommentariyasiga Telegram kanalimizni silkasini qoldiraman. Qo'shilib olinglar. Mana shu zotlarda sparing janglari yoqib bergan jo'jalarimizni o'yinlarini tashlab boryapmiz. Keyin kerakli qiziqarli har xil ma'lumotlar ham berib boriladi kanalda. Foydali maslahatlar. Bu jo'jamiz martda chiqqan, hozir bir 4 kilo 300 4,5 kilo atrofi bo'lib qoldi. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi. Narxi beradigan summamiz hozirgi kunda shu kunlarda bugun mana 24-dekabrmi? 24-dekabr 2025-yil. Hozirgi holatiga shu narxi 2 million so'm mana shu narxi. Realniy oladigan ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqsalaring beramiz. Bo'ladigan narxini aytdim, savdo narxini. Mana bu yerda makyollarimiz yuribdi. Zotga qo'shilgan bardovoy tulagimiz. Jo'jamizning holati. Qo'shqoq chiqqan, yaxshi zotdan. Va shu tulakni bo'lasi bu ham. Onasi qora makyon bo'lgan, shuning uchun shunaqa rangda chiqqan. Mana shu xo'rozni bo'lasi. Jo'ja soppa sog'lom, hamma yeri joyida. Mana yana bitta jo'jamiz, buni sherigini Xorazmga yaqinda jo'natdik. Bu 1-may chiqqan, hozir 4 kilo atrofi. Voyaga yetsa 4,5 kilo bo'lib o'ynaydi bu ham. Qattig'idan, shu azillardan. Olacha yaxshi xo'rozimizni bo'lasiz. Mana shu videoni kommentariyasida silka bor, qo'shilib olinglar Telegramimizga.